Salom, assalomu alaykum, hurmatli samarqandliklar. Vokzal hududidan bo'lsin, 3 xonali bo'lsin, kvadrati 100 dan ziyod bo'lsin, hamma xonalarda derazasi bo'lsin, kattagina yana holi bo'lsin, ichida hamma texnikasi bo'lsin degan mijozlarimiz uchun yana bitta ajoyib kvartiramiz mana shu ajoyib nomdan tayyor bo'lgan. Parkovkalar ham mavjud. Bolalar maydonchasi o'ziga yarasha vokzal bozorining yaqinida, bu yerdan 100 qadam. Bu tomonda ham katta ko'cha, tomon orqasida barcha supermarket, magazinlar, bekatlar hammasi mavjud. Dom lift bilan ta'mirlangan. Liftlar ishlaydi, yaxshi zamonaviy lift o'rnatilgan. 4-qavatda uyimiz bo'ladi. Hozir ichki obzorni ham ko'rsatib o'taman. Kimga ma'qul bo'lsa agar like bosib kommentariyada o'z fikrlaringni yozib qoldiringlar. Narx bo'yichami, remonti bo'yichami takliflaring bo'lsa ko'rib chiqamiz. Kimda qiziq bo'lsa agar bemalol telefon qilishlaring mumkin. Videoni o'sha uy olmoqchi bo'lgan, xuddi shunaqa uy olmoqchi bo'lgan yaqin tanishlaringga yuborib qo'yishlaringni so'raymiz. Sog' bo'lasizlar, marhamat. Juda qisqacha obzor. Hurmatli obunachilar, demak, kvartiramizni kirish qismi bo'lyapti. Chiroyligina bu yerda mana kirish qismida oynalar, yashil zonalar qilingan, prixoja mebellari bor. Bu mana hol qismi. Bu yerda ham o'ziga yarasha mebel o'rnatilgan. Bu yerda keyin kamin o'rnatilgan, video uchun dekoratsion televizor texnikalari mavjud. Yana bir afzalligi hammom tualetlari alohida. Bu yerda hammom bo'lyapti. Bu yerda esa tualeti. Bundan tashqari ham mana bu yerda kattalar yotoqxonasi. Bu yerda ham o'ziga yarasha hammom tualeti mavjud. Bu ayrim oilalar uchun qulay bo'lishi mumkin. Yotoqxonasi kattalar, kichkinalar yotoqxonasi. Mana bu yerda esa kattagina oshxonasi mavjud, barcha texnikalari qo'yilgan. Холодильник, televizor, kir yuvish mashinasi, 4 kishilik o'tiradigan ovqatlanadigan joy, mikrovolnovka, ruh kontrolni kachol qo'yilgan, ish sistemasi ham teplый pollari bor. Batareykalar ham o'rnatish mumkin. Ana endi esa zal qismiga o'tamiz. Kirishda shunday zal bo'lyapti, shunday eshiklar mavjud. Kattagina zal, sifatli mebellar o'rnatilgan. Mana shunaqa yangi zamonaviy dizaynda remont qilingan. Derazalar reshotka bilan qoplangan. Orqada bog'cha ham mavjud, bemalol olingizni kuzatishingiz mumkin. Mana yashil zona, bog'chalar ham mavjud. Uyning orqa qismida umumiy ma'lumotni aytadigan bo'lsam, 8 qavatli domning 4-qavatda joylashgan, 108 kvadratdan iborat 3 xonali bo'lyapti. 4-xonasi hol hisoblanadi. Narxi bo'yicha ma'lumotlar pisanda bo'ladi, kelishtirib beriladi. Bemalol telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin. Katta rahmat.